Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan bugungi xabarlarimizning asosiy mazmunlari bilan tanishib chiqaylik. Kanada bilan Litvaniya Tayvan bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirdi. 5-boshqarma Angliya parlamenti a'zolarini Xitoy josus to'g'risida ogohlantirdi. Indoneziyalik o'quvchilar Xitoyga qarshi namoyish o'tkazib, 2022-yillik Beijing qishliq olimpiyasini boykot qilishga chaqirdi. BBC dahshatli kishilik huquq tafsirchilikleri bilan ayblanayotgan Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi korxonalarga 150 million fond sterlingdan ortiq mablag' solgan. Xitoy hakerlari Hindistonning xalqiliq ul muassasa qurilishlariga tahdid soldi. Tövəndə deyəxtanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda basın. Yer şarı poçtu gazetorunun 10 yanvardagi maqolasida ko'rsatilishicha, Kanadaning Xitoy bilan bo'lgan jiddiylik davomlashayotgan vaziyatda Kanadaning Tayvan bilan chet el mablag'ini qo'g'dash kelishimi imzolash qarori savdo sohasi va diplomatik sohadagilarning umumyuzli qo'llashiga erishgan. Kanadaning xalqaro savdo ministri Marivo 10 yanvardagi bayonotida Kanadaning muddaosini izohlab, o'zining 9 yanvar Tayvanning ma'lum bir ministri bilan telefonlashganligini oshkorlagan. U Kanada Hind Tinch okeanidagi savdo aloqasini ko'p xillashtirmoqchi bo'layotgan navbatdagi vaziyatda Tayvanning Kanada uchun muhim savdo va mablag' selish sherigi ekanligini aytgan. Buningdan sirt Spectator to'rining 15 yanvardagi maqolasida ko'rsatilishicha, Litvaniya mo Beijingning zo'ravon tutumiga pisand qilmay Tayvanni qo'llash salmoqini kuchaytgan. Garchi Litvaniya 2021 yil 3-oyda Markaziy va Sharqiy Yevropa allari Xitoy bilan barpo qilgan 17 qo'shilgan bir hamkorlik ramkasidan chekinib chiqib, Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy hamkorlikning 10 yilning yoki o'zlariga hech bir foyda ekanligini aytgan. Shundaqla Tayvanning Litvaniyada ishxona ta'sis qilishiga yo'l qo'ygan. Natijada bu Xitoyning Litvaniyadagi bosh elchisini qaytarib ketishi va Litvaniyaga qarshi savdo embargosi yurgizishiga sabab bo'lgan. Hatto Xitoy Litvaniyani tarixning aqli sanduqiga ko'maytirganlik to'g'risida propoz qilgan bo'lsa-mu, ammo Litvaniya Xitoyga qarshi tutumini yumshatmasdan yerim o'tkazgich qatorliq sohalarda Tayvan bilan bo'lgan munosabatini davomli kuchaytirmoqda ekan. Reuters agentlik to'rining 14 yanvardagi xabariga ko'ra, Angliyaning davlat ichki josuslik tashkiloti 5-boshqarma parlament a'zolarini Xitoy Kompartiyasining parlament a'zolariga noto'g'ri ta'sir ko'rsatish maqsadida bir ayolni ishga selayotganligi haqida ogohlantirgan. 5-boshqarma 13 yanvar parlament a'zolariga Kristen Li ismli ayolning suratini yo'llagan va bu vaqtda yoziqcha ogohlantirish berib, bu ayolning Xitoy Kompartiyasiga vakolatan Angliyada siyosiy mudohalachilik qilganligini aytgan. 5-boshqarmaning ogohlantirishini parlament a'zolariga yetkazgan Lendisi Xoyilning aytishicha, 5-boshqarma Kristen Lining Hong Kongdagi va Xitoydagi chet elliklarga vakolatan navbatda vazifa o'tayotgan kuchlik kasbiy g'oyaga ega parlament a'zolarini mablag' bilan ta'minlaganligini o'tirib qo'ygan. Angliya ichki ishlar ministri Priti Patilning muxbirlarga aytishicha, Kristen Lining qilmishi hozircha jinoyat shakllantirmagachga uni sudga tortilib bo'lmasa-mu, ammo hukumat bu haqda ogohlantirish berish orqali parlament a'zolarining Kristen Lining noto'g'ri ta'sir ko'rsatish qilmishlariga qarta hushyor bo'lishga turtki bo'la oladi ekan. Daudi Skoristordning 14 yanvardagi xabariga ko'ra, shu kuni Indoneziyaning har qaysi maktablaridagi o'quvchilar Islomiy o'quvchilar birlashmasining qo'llashi ostida Xitoyning Jakartadagi bosh elchixonasining oldida namoyish o'tkazgan va bir parcha bayonot e'lon qilgan. O'quvchilar mazkur bayonotida xalqaro kechirim tashkilotining Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini o'tirib qo'yib, buningga qarta sababsiz qo'lga olish, turmaga solash, qiynash, ayollarga bosqinchilik qilish qatorliq bir qism ig'ir kishilik huquq tafsirchiliklarga aloqador isbotlarni ko'rsatganligini, Xitoyning Uyg'urlarni dunyo sahnasidan yo'qotib etishga urinayotganligini, buningdan sirt Xitoyning butun dunyoni, jumladan Indoneziyani mustamlika qilish g'arzi borligini o'tirib qo'ygan va Xitoydan Uyg'urlar qaratgan jinoyatlarni darhol to'xtatishni talab qilgan. Shundaqla Indoneziyani o'z ichiga olgan barliq davlatlarni kelarki oyda o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpiyasini boykot qilishga chaqirgan. India Bilomistorning 15 yanvardagi maqolasida ko'rsatilishicha, kundalik pochta gazetining xabariga ko'ra, hokimiyat beshidagi kommunistik partiyaning ig'dorchiligidagi ikki shirkatni o'z ichiga olgan. Mustabid Xitoy hukumatini qo'llash bilan ayblangan 10 shirkat Angliyadagi dunyoga mashhur taratqush shirkati BBCning hozirgi va sobiq xizmatchilaridan bo'lib, jami 47 mingga yaqin kishining yashanganda kutunish fondidan mablag' erishgan. Taratqularning xabariga ko'ra, Krim jihatda asosliqi ko'rish haqqiga tayinlagan BBC shirkati mazkur Xitoy shirkatlariga kam deganda 155 million 800 ming fond sterling, ya'ni 213 million 600 ming dollar mablag' solgan. Ammo BBC yashanganda kutunish fondi faqat o'zining 20 cho'ng pay chekinini e'lon qilganligi uchun haqiqiy mablag'ning miqdori texmi yuqori bo'lishi mumkin.
Hujjatlarda ko'rsatilishicha, BBC'ning yashanganda kutinish fondi Xitoydagi 6 shirkat bilan maxfiy huquq manfaat munosabatiga ega bo'lib, hatto bulardan biri Amerika hukumati tomonidan qora tizimga kirgizilgan shirkat ekan. The Victor'ning 16 yanvardagi maqolasida ko'rsatilishicha, Xitoy Hindiston chegarasida to'qinish yuz berganda Xitoy birli vaqtda tor hujumni qo'zg'agan bo'lib, Xitoy xakerlari Hindistondagi tok yetkazish markazlariga suqunib kirgan. Oldingi 2 yilda Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi va atalmish xalq ozodlik armiyasi xodimlarining Hindiston hukumatini, davlat mudofaa va telegraf sistemasini nishon qilgan 60 qitimliqdan ko'proq hujum bayqalgan. Hatto buning ichida Sharq Turkistondagi bir tor qismining aniq o'rni aniqlangan. Ammo Hindiston doiralari mazkur tor qismining xaritadagi o'rnini e'lon qilgandan keyin Xitoy hukumati buni qat'iy inkor qilgan. Xabarlarimizga ko'ringlar, rahmat, ko'rishguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh, Allohga omonat.